يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biiznillah navbatdagi arab tili darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda biz oxirgi kasal fe'llarning moziy, muzori va amrda qanday tuzlanishini ko'rib chiqqandik. Bugun ularning i'robi haqida gaplashar ekanmiz. Noqis fe'llarning i'robini mana shu jadval orqali tushunib olsak bo'ladi. Fe'llarning 3 zamoni moziy va muzori amr zamonlaridan faqatgina muzori i'roblanadi. Ya'ni moziy va amr shakllari fe'lni mabniy hisoblanadi. Demak, i'rob deganda biz faqatgina muzori fe'lini tushunamiz. Ya'ni muzori fe'lda roflik, nasblik va jazmlik i'roblari mavjud bo'ladi. Ularning alomati esa demak noqis fe'llarda biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Oxiri yaga tugagan muzori fe'lida misol uchun yarumi fe'lini rof holatida oxirida domma ko'rinmaydi, sababi ya harfiga dommani talaffuz qilish og'ir. Nasb holatida esa fathani zohir qilamiz, ya'ni an yarumiya, lan yarumiya deyishimiz mumkin. Yarumi fe'lini nasb holatida fathani ochiq talaffuz qilamiz va yozamiz. Oxiri vov bilan tugagan muzori fe'li misol uchun yad'uning rof holatida bunda ham domma ko'rinmaydi, sababi vovga dommani talaffuz qilish og'ir. Biz yad'uhu deya olmaymiz, yad'u deb talaffuz qilamiz. Nasb holatida esa fatha zohir bo'lib ko'rinadi va talaffuz qilinadi, ya'ni yad'uva tarzida. Agar oxiri kasal bo'lgan fe'l muzori alif bilan tugasa, uni rof holatida ham, nasb holatida ham hech qanday harakat ko'rinmaydi. Ya'ni rofligida dommani, nasbligida fathani ko'rmaymiz, sababi alif o'zi harakat ko'tarmaydi. Endi mana shu uchala fe'lni ham, ya'ni fe'l yaga tugaydimi, vovgami yoki alifgami farqi yo'q. Ularning jazm holati oxiridagi kasal harflarning tushib ketishi bilan bo'ladi. Bu umumiy qoida demak, yodingizda tuting. Oxiri kasal bo'lgan, ya'ni noqis fe'llarning jazm holati fe'l oxiridagi kasal harfning tushib ketishi bilan bo'lar ekan. Sukun bilan emas. Ana endi 28-darsning matnini o'qiymiz va tarjima qilamiz. Ibrohim: "Maza taf'alina ya binti?" Ibrohim aytibdi: "Ey qizim, nima qilyapsiz? Ya'ni nima bilan shug'ullanyapsiz?" Akwi as-siyab allati ghasalnaha amsi. Kecha yuvgan kiyimlarimizni dazmol qilyapman. Ibrohim: "Akawaytil qamisal abyad?" Oq ko'ylakni ham dazmol qildingizmi? Suad: "Na'am, kawaytuhu." Ha, uni dazmol qildim. Ibrohim: "Wal qamisal akhdar?" Yashil ko'ylakni-chi? Suad: "La, lam akwihi ba'd." Yo'q, uni hali dazmol qilmadim. Saakwihi al-ana inshaalloh. Uni hozir dazmol qilaman inshaalloh. Ibrohim: "Wal manadilu akawaytiha?" Ro'molchalarni dazmol qildingizmi? Suad: "Ummi kawataha fi as-sabah." Onam ularni tongda dazmol qilgan. Ibrohim: "Aturidina an taquli li shay'an?" Menga biror narsa aytishni xohlaysizmi? Suad: "Na'am, ha, xohlayman. Inna zamilati Salwa, albatta meni sinfdoshim Salwa, da'atni ila baytiha hazal masa. Bu kech o'zini uyiga meni chaqirdi. Fa arju an tasmaha li bizzahabi ila baytiha ba'da salatil asr. Va men sizdan umid qilamanki, uni uyiga borishimga ruxsat berasiz asr namozidan keyin. Ibrohim: "Izhabi warji'i ba'da salatil mag'rib." Boring va shom namozidan keyin qayting, dedi. Omina esa: "Ya Aba Muhammad, ey Muhammadning otasi, ta'ala huna vanzur. Bu yerga keling va qarang", dedi. Inna Muhammadan yajri ala sulam. Albatta Muhammad narvon ustida yugurib yuribdi. Akhsha an yaqa'a. Uni yiqilib tushishidan qo'rqyapman. Ibrohim: "La tajri ya Muhammad. Ey Muhammad, yugurma. Ta'ala huna. Bu yerga kel", dedi. "O'ng qo'lingdagi bu narsa nima? Arini, menga ko'rsat. Irmi haza turabun. Buni uloqtir, ya'ni otvor. Bu tuproq", dedi. Yadxulu Mahmud va shu vaqtda Mahmud kirib kelibdi-da: "Assalomu alaykum. Ji'tal yawma mutaakhiran ya Mahmud. Fama sabab?" Ey Mahmud, bugun kech kelding. Sababi nima? Mahmud: "Shakawtu al-yawma ahada zumala'i ila al-mudir." Bugun sinfdoshlarimdan birini ustidan mudirga shikoyat qildim. Fa talabana ila maktabihi lit-tahqiq. Va mudir bu holatni aniqlashtirish uchun bizni o'zini kabinetiga chaqirdi. Lima shakawtahu? Nima uchun uni ustidan, ya'ni sinfdoshini ustidan shikoyat qilding?
لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويطوي أوراقها. Chunki u doim kitoblarim va daftarlarimni oladi va ularni varaqlarini buklab tashiydi. ما هذه الحلاوة التي معك؟ qo'lingdagi holvalar nima? أهدية هذه أم اشتريتها؟ ular hadyami yoki sotib oldingmi? اشتريتها لا اشتريتها ularni sotib oldim. لأنني أريد أن أدعو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا. Chunki ertaga uyimizga sinfdoshlarimdan uchtasini chaqirmoqchiman. إبراهيم أدعوهم لتناول العشاء بعد غد. ertadan keyin, ya'ni ba'da g'adin degani indinga degani. Indinga demak kechki ovqatni tanovvul qilish uchun ularni chaqir. فسيكون عمك موسى أيضا معنا إن شاء الله. Amaki Musa ham biz bilan birga bo'ladi inshaalloh dedi va shu bilan ular o'rtasidagi suhbat tugadi. 195-betda birinchi mashq berilgan matn asosida savollarga javob berish kerak bo'ladi. Uchinchi mashqni esa og'zaki men qilib beraman. Bu yerda ma'lum bir fe'llarni mozi, muzori va amr siyg'alarida yasash kerak ekan. Misol uchun baka fe'li olinyapti. Baka yig'lamoq degani. U yig'layapti desak, yabki deb aytamiz. Endi muzori holatini jazmi, ya'ni fe'l muzorida turib jazm bo'lsa, biz dars boshida aytdikki, oxir kasal fe'llarning jazm holati kasal harfini tushib ketishi bilan bo'ladi deb. Shuning uchun fe'l lam yabkiga o'zgaryapti. Ya'ni fe'lning asli yabki edi, ammo lam harfi jazmini natijasida fe'l jazm bo'lyapti-da, kasal harfi tushib ketyapti. Va amr holati ibki bo'ladi. yoki de masha piyoda yurmoq degani. Muzori esa yamshi, muzori jazmi lam yamshi, amri esa imshi bo'ladi. Kawa dazmollamoq, yakwi dazmollayapti, lam yakwi o'sha dazmollamadi degani muzorining jazm holati, ikwi esa dazmolla amr holati. Jaro yugurmoq degani, yuguryapti desak yajri deb aytamiz. Muzori jazm holati lam yajri bilan bo'ladi. Agar yugur demoqchi bo'lsak, ya'ni amrda ijri deb aytamiz. Keyingi fe'limiz roma, bir narsani otmoq, uloqtirmoq degani. U otyapti, uloqtiryapti desak, yarumi deb aytamiz. Otmadi, uloqtirmadi deb turib, muzori jazmi kerak bo'lsa, lam yarumi va ot uloqtir, ya'ni amr holati irmi bilan bo'ladi. Keyingi fe'l bana, bino qilmoq yoki de qurmoq degani. Quryapti desak, yabni deb aytamiz. Muzori jazmi lam yabni bilan bo'ladi, ya'ni fe'ldan kasal harf tushib qoladi. Endi qur desak, ibni deyishimiz kerak bo'lar ekan. Saqo fe'li ichirmoq degani, ya'ni suyuqlikni ichirish mumkin. Muzori holati yasqi bilan bo'ladi. Muzori jazmi esa lam yasqi. Agar ichir deydigan bo'lsak, isqi derkanmiz. Amr holati shunday bo'ladi. Bu darsdagi qolgan mashqlar esa talabaga mustaqil bajarish uchun beriladi. Mana shu bilan bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Darsning yozma qoidasi va lug'atlari bilan Telegram sahifamizda tanishasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني